Bog'rama qo'ysam qadam. Dada, Va, 500 ming so'm bering. nimaga? Men zakaz qilgan oyoq kiyimim keldi-da. 500 ming oyoq kiyib olammi? Ay, endi kelgancha qimmat bo'lib ketganda. Ochchi, ko'rachi. E? Ya bu kichkina-yu, shuni zakaz qildingmi o'zingga? Singlimga bu, dada, singlimga oldimda endi o'zim oyoq kiyimda yurib, singlim oyoq kiyimsiz yurmaydi-ku. Ha, zo'r, malades, yaxshi o'ylabsan. Kel, o'zim berib qo'yaman, zo'r. Kichkinasidan berib bergan. Ha? Kichkina singlimga deyman. Ha, tushundim. Va nihoyat endi yigit borki, go'st kiya. Shunday ko'chada ko'rgan qizlarim, "Hani go'st kiygan bola-yu" deydi. Va, gustim aka. Nima bu? Shu va buyurtma qilgan lekin kiyim. Ha, bir oy oldin buyurtma qilganingiz, ha? Nima bo'la, Marsdan keldimi bu? Yo'q, original kiyim kech keladi-da, bu zakaz qilingan. Original, ha? Qani ko'raylik, umrimda ko'rmabman original kiyim, qani? Och. Shu. Mana. Voy, iya qulub bo'lsin, o'g'lim. Voy, ha bu qiz bolalar-ku, ho'kiz. Yo, bu unisex-da, dada. Ya, yig'ishtir unaqa gaplaringni, bolam, yig'ishtir. Normal kiyim zakaz qilsang qil, bola. Bo'lmasa men pulim yo'q unaqa behuda. Zakaz qilayotgan joy topolmayapman-da, ishonchlisdan. Ha, mandarin kargo bor-ku. Shundan zakaz qilsang, Xitoydagi skladdan qo'lingga yetib kelguncha kuzatib turasan. O'zbekistonda 400 dan ortiq tarqatish punktlari bor, ey. Undan tashqarichi eng ishonchlilardan biri shu. Shundan zakaz qil, bolam. 2-6 kunda qo'lingga yetib keladi. O'la detski. Mana shu yo'liga o'tdingmi endi? Stop uylab qo'yaman bunaqa savdo solmasdan. Dada, shuni sizga aytilmayotgandim-da. Keyin ani mandarin kargoga aytsangiz, shu bitta kelin zakaz qilamizmi dedim. Kelin zakaz qilamiz? Kelin zakaz qilinmaydi. Kelin topiladi, izlanadi, keyin uylanadi. Detski. Tez keladi, ishonchli degani qiziqibman-da men.